Qanday qilib palov konturani sayratvoradigan guruchni to'g'ri tanlash mumkin? Hozir sizga zo'r guruchni tanlash usulini o'rgataman. Avvallari hammasi oson edi. Bozordagi tanish sotuvchi peshtaxta ostidan bir qop chiqarib, "Bu o'zimiznikilar uchun asrab qo'yganman" deb ko'zini qisib qo'yardi. Bugun esa vaziyat boshqacha. Biz guruchlarni ko'pincha do'konlardan sotib olamiz. Avvalo bir narsani tushunib oling. Qadoqdagi guruch allaqachon qayta ishlangan mahsulot. Zavodda guruch qanday tayyorlanishini boshidan tushuntirib o'taman. Ishlab chiqarish jarayoni soatda ishlaydi. Guruch 8 bosqichdan qayta ishlovdan o'tadi. Sholi darhol quritiladi. Namlik darajasi 14% dan oshmasligi kerak. Davomida birlamchi tozalash, aspirator va yirik elaklar orqali poya, bo'sh don, tuproq va yirik toshlar olib tashlanadi. Keyingi bosqichda guruch gravitatsion tosh tozalagich va magnit uskunalardan o'tadi. Navbatdagi bosqichda sholini qipig'ini ajratib olamiz. Shu yerda qo'ng'ir guruchni tashqi qatlami tozalanib, u oq guruchga aylanadi. Maydalangan sechkalar ajratib olinadi. Lazerli fotosaralagich guruchini saralab, qizil, yashil va nuqsonli donlarni ajratib oladi. Oxirgi bosqich barabanli trier. U maydalangan va standartga to'g'ri kelmaydigan donlarni ajratadi. Va albatta, laboratoriya nazorati. Har bir partiya sifat tekshiruvdan o'tadi. Agar barcha ko'rsatkichlar talabga javob bersa, qadoqlash liniyaga yuboriladi. Endi do'konda nimani tekshirish mumkin? Donlarga qarang. Ular butun, yoriqsiz va bir xil rangda bo'lishi kerak. Bir chimdim olib ko'ring. Agar chang ko'p bo'lsa, demak tozalash yaxshi bo'lmagan. Eng muhimi, ba'zi nuqsonlar ko'zga ko'rinmaydi. Mikro yoriqlar, yashirin namlik, ichki shikastlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun yaxshi guruch bu shunchaki omadli partiya emas. Bu barqaror va nazoratli texnologiya natijasi. Agar palov yaxshi chiqqan bo'lsa, tabriklayman. Siz uddasidan chiqqansiz. Agar ko'ngildagidek bo'lmasa, avvalo guruchni tekshiring. Qolganini biz allaqachon tekshirib bo'lganmiz. Endi siz bilasiz.